Eng qimmat o'qishim $6000 bo'ldi. Nima o'qish? Yetmay qo'yqoli nima o'qishligini. Shogirdlikka tushish qancha hozir? Yo'q, birma-bir tushadigan shogirdlikka tushmaganman. To'g'risi ochiqchasiga aytaman, tushmaganman. Ishlagan klinikamda ham vrachlar hamma bilgan narsamizni bo'lishardik. Kim nima yangi narsa bilsa, albatta общий gruppamiz bo'lardi, Telegram gruppamiz yoki gaplashib o'tirgandik. Bundan oldingi ishlagan klinika edi. Bundan oldingi ishlagan klinika. O'rganayotganingda-chi? O'rganayotganda hamma to'lagan. Masalan, Preventage institutni bitirganman, integrativ meditsina. O'tga taxminan hozir balki adashishim mumkin, $3,500-4,000 o'tga sarflaganman. Masalan, hozir eslab esimga tushgan. Har bitta masalan, mana hozir ham vebinarlar sotib olamiz, taxminan o'sha vebinarlarning narxi 2 kun 3 kunlik vebinar narxi $300 dan $500 gacha bo'ladi. Har qanchada sotib olasan shaxslarni? O'zim anunda o'tirib o'rtacha hisoblasam, o'qishimni o'ziga $2000 dan $4000 ga oyda. Oxirgi may oyida sotib olgan eng qimmat o'qishim, mana oxirgi paytdagi eng qimmat o'qishim $6000 bo'ldi. Nima o'qish? Aytmay qo'yqoli nima o'qishligini. Aytmay qo'yqoli shuni. Oldinda yana o'qishlar, konferensiyalar, Eshga qaraylar boramiz. Bitta o'sha Yevropaga borib o'qib kelganimizga $5000-$6000